Xabarlar bor, Leapmotor oktyabr oyidan boshlab eksportga taqiq qo'yib qo'ydi va biz olgan zakazlarimizni ham jo'natib bera olmadik. Ammo lekin hozir aylanib yurib, nimani ko'rdim deylar, Leapmotorlarni eksportga sotishga tayyor turgan mashinalar topib oldim akalar. Faqat bular hammasi 2026 model full gibridi. O'sha full gibridi shuni eksportga sotishyapti ekan. Ushbu mashinalarning narxi 22.800 dollardan ekan. Toshkentga ushbu mashinalarning narxi Toshkentga 24.000 dollar. Sizga yetkazib berishimiz mumkin. Bu mashinalar qanaqa qilib eksport qilinyapti degan savol tug'iladi. To'g'risi men ham bilmayman, lekin eksportga ruxsati bor ekan. Bemalol chiqarib berishaverar ekan. Ko'rishimiz mumkin. Mana oyi ham 10-oy. Qora va qoraga oranjiy ranglardan bor ekan. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib, ushbu mashinalarni xarid qilishingiz mumkin. Ulgurib qolinglar, juda ham soni cheklangan.